Dior Highlighter 100 ming so'm, Miss Dior atrimiz 100 ming so'm. Faqatgina bir kun Coco Uz do'koni ochilishi munosabati bilan brendoviy shotda ko'rib turgan kosmetikalarning hammasini zo'r narxda qo'yib qo'ygan. Kamoli 6-iyun kuni ochilish bo'ladi. Faqat o'sha kuni kelsanglar shunaqa narxda olasizlar. Qolgan narsalarni ham hozir narxlar bilan obzor qilib beraman. Muhim narsani ham aytib o'tib ketaman. Birinchi kelgan 3 ta mijozga shunaqa nabor sovg'a qilamiz va qolgan mijozlarga aynan ochilish kuni narsa sotib olsanglar, shunaqangi pomadalarni ham qo'shib beramiz. Yves Saint Laurent rumyanamiz 99 ming so'm, o'zining korobkasi ham bor. Rarena analogi 49 ming so'm, o'zim maza qilib ishlataman. Charlotte'ning teni 120 ming so'm. Bunaqa narxda faqatgina bir kun bemalol kelib ochilish kuni olsanglar bo'ladi. Pink Passion nabor boshqa do'konlarda 500 ming, 600 mingdan sotilyapti. Meni nomimdan kelsanglar 290 ming so'mdan 7 talik naborni olsanglar bo'ladi. Mana shu yoqqa taxlab qo'yganmiz. Shunaqa zo'r sarflaydigan bemalol qo'ysanglar bo'ladi. 280 ming so'm. Voy, hidini вообще zo'r ekan. Bu 99 ming so'mdan men o'zim вообще